Ha, bu qiz o'lib qoldi-yu deb o'ylayotganmi deydi. Yomonga o'lmaydi jigarlar. Bugun sizlar bilan bir hafta davomida sizlarning ruxsatingizsiz nima qilib tashlaganim haqida gaplashamiz. Kelin bo'lganimdan keyin o'zim ham o'lib jannatga tushib qoldimmi deb o'ylamman. Nega unaqa desanglar, kelinlik hayot menga yet berishgan hayotdan juda ham atlashatsa qilarkan. Ko'p gapirmay o'tishni nimalar bo'lganini aytib bera qoling. Birinchi kuni men Любой klassический kelinkada ertalab soat 5 turib ko'cha supurdim desam, ishonmaylik, chunki men bezrayib soat 12 da завтракка chiqib keldim. Естественно, было не специально, потому что man to'ydan bir kun oldin atigi 2 soatgina uxlab olgan edim. Mayli, хотя бы uni ertasi kuni qilgandir siz xizmatlaringizni degan bo'lsanglar. Глубоко ошибаетесь, потому что uyog'ishim yuzasidan выступать qildilar. Ular sahnaga 5 minut chiqishlari uchun men kun bo'yi tayyorlandim. Mayli, Ominaxon, Xudoni ertasi ko'p-ku bir hafta davomida хотя бы nimadirga ulgurgan bo'lsangiz kerak desanglar. Jigarlar, biz 200 k bo'lishga ulgurimiz. Balam baqsam eshitib qolishar ekan, o'shanga пока что uyalganman. No, это пока что. 200 k bo'lganimga Muzlanchikam meni gazonni boshida urib 200 yozmoqchi bo'lgan ekan. Ishmaganidan keyin просто lipestok sifarishga qaror qilishibdi. Hojam menga 200 ga 200 deb $200 sovg'a qildilar. Rahmat. Aqayni sinushkalarim bo'lsa, meni roskoshni 200 k yozilgan buket bilan tabriklashdi. Bu ham yetmaganiga bir hafta davomida yep-yangi kelin 2 marta bozorga chiqishga ham ulguribman. Birinchisi Muzlanchikim bilan xonamizga kam qo'slarni olgani tushgan bo'lsa, ikkinchisida meni boy qaynonam bilan menga bespроводной plyus olgani tushdik. Mana chopani pul zavodlari bo'lsa kerak. Birinchi kelinskiy haftamni meni любимый pevец, mana shu 1 yil kutgan любимый pevecim Xichoni konsertida tugatdik. Bu videoyni qilishimdan maqsad yashayotgan hayotimdan maqtanish yoki kimnidir yerga urish emas. Shunchaki erga teganingizdan keyin hayot unchalik hammani pisat qilib beradigan strashniy emasligini ko'rsatib qo'yish. Ko'zki makiyajimizni fiksator bilan qo'yib olganimizdan keyin adekvatniy kelinka bog'lamiz. O'zim konkretniy piknik kelin bo'ldim. Всем пока-пока.